Endi ikkinchisi Alyonkani ochdim. Bu sirok Savushkin moya. Nimaligi yozilmagan ekan. 20% jurnisi bor ekan. Полностью qoplangan shokolad. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ham vanilya ekan. Lekin buni vanilya kamroq. Medaga tegmaydigan vanilya ekan. Menga yoqdi bu ham. Eng oxirgisi men eng xohlaganim kaktus, mana shu juda ham meni qiziqtirgan edi. Yozib qo'ygan malinoviy колючки deb yozgan. Bu ham Savushkinniki ekan. Endi buni ham ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Vau, hosiliga ham ko'rsataman. Qaranglar, zеленый ham yashil. Salatoviy. Bismillahirrohmanirrohim. Aromati boshqacha. Menga shu yoqda eng ko'p. Bekorga anaqa emasman-da. Sirasi ko'zim bilan tanlab qo'yaman. Mana shu yoqda nimaga? Chunki hamda malinoviy kostочкалari bor ekan ustida. O'zi aromatli ekan, tepasi ham shokoladi ham. Ichi medaga tegmaydigan vanilya ekan. Uchalasidan menga eng ko'p mana shu kaktusli yoqdi. Mana qizlar. Buni tekin marketdan olgandim. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha